Xonanda Shohijahon Jo'rayevlar oilasidagi dahshatli qotillik haqida gapirib berdi. Assalomu alaykum. Kanalimizni birinchi bor ko'rib turgan bo'lsangiz obuna bo'lishni, videoga like bosishni, izohlarda esa o'z fikringizni yozib qoldirishni unutmang. Xonanda Shohijahon Jo'rayev YouTube'dagi muvaffaqiyat kaliti podkasti mehmoni bo'ldi. Xonanda dastur davomida uni o'g'irlamoqchi bo'lganlar buvisini o'ldirib ketishgani, otasi marhum O'zbekiston xalq artisti Sherali Jo'rayevning vasiyatlari haqida so'zlab berdi. Shuningdek, u o'zi va oila a'zolari haqida aytilayotgan bo'xtonlarga hamma javob berishi kerak ekanligini ta'kidladi. Endi tug'ilgan paytlarimda meni tug'ruqxonadan o'g'irlab ketishmoqchi bo'lishgan. Undan keyin ham ancha yillar noma'lum insonlar ta'qib qilib yurishgan. Buni menga otamning o'zi aytib bergan. U kishining aytishi bo'yicha bizlarni ko'chaga u yoq bu yoqqa olib chiqmoqchi bo'lsa, orqasidan begona mashina poylab yuradigan bo'lgan. Aytishlaricha bizni ta'qib qilganlarning san'atga aloqasi yo'q bo'lgan. Ularning maqsadi Sherali Jo'rayevning o'g'li, ya'ni meni yo'qotish edi. Bu gaplarni institutga kirganimda ham yonimda qo'riqchilar yurishidan uyala boshlaganimda otam aytib bergan. Mana shunday ta'qiblar orasida bir mudhish voqea ham sodir bo'lgan. 6 oylik chaqaloq paytimda Yangi yil bayramini nishonlash uchun otam meni, onamni va onamning onasi, buvimni olib Andijonga onasining oldiga ketmoqchi bo'lgan. Shunda onamning onasi rahmatli Fotima buvim, men uzoq yo'lda charchab qolaman, shuning uchun Toshkentda qolay deb uyda qoladi. Otam ketishidan oldin mashinasini qizdirish uchun ko'chaga chiqib qaraganlarida yana o'sha shubhali mashinaga ko'zlari tushadi. Uzoq yo'l qolaversa, u paytlarda dovon yo'li ancha tor bo'lgan. Tashqarida qor yog'ib turgan mahalda biror kor hol bo'lmasin deb go'yoki farzandini, ya'ni meni uyda qoldiruvchi bilan qoldirgandek ko'rsatish uchun otam katta dublyonkasining ichiga meni solib ustidan sharfini ham o'rab qo'lini chalqashtirib olgan. Onam otamning qo'llaridan ushlab olgan holda xuddi gaplashib ketayotgandek meni yashirincha olib o'tib mashinaga chiqarib olishgan. Ko'rgan odam bola uyda qoldi deb o'ylashi uchun shunday qilishgan ekan. Otamning aytishicha 6-7 soatdan so'ng manzilga yetib borganmiz. Yetib borishimiz bilan Toshkentdan mudhish xabar kelgan va shoshilinch otamni chaqirishgan. Otam nima uchun deganlarida onaxon vafot etibdi deyishgan. Nima bo'lganini tushunmay qolishgan. Onamning onasi rahmatli juda ham kamtarin va xokisor ayol bo'lgan ekan. Hatto erkak kishi bilan gaplashganlarida uning ko'zlariga qaramas ekanlar. Shuning uchun eshik taqillasa ham erkak kishi bo'lsa ochmasdan gaplashar ekan. Agar uyga kelgan odam ayol bo'lsa eshikni ochib gaplashar ekan. Otam bilan ketganimizdan so'ng bolani olib ketishi uchun uyga bostirib kelganlarning orasida ayol kishi ham bo'lgan ekan. Shuning uchun buvim taqillagan eshigini ochgan. Ochishi bilan shu joyning o'zida bo'g'ib o'ldirilgan. So'ngra buvimni xuddi o'zini osgandek qilib ko'rsatib qo'yishgan. Bosqinchilar uyga kirib na pul va na tillalarga tegishmagan. O'sha paytlarda to'ylarda kasetalar va videolar oladigan katta kameralar bo'lgan. Otam rahmatli texnikani yaxshi ko'radigan inson bo'lgan. Shuning uchun uyimizda aynan shunday kamera ham bo'lardi. Meni tug'ilishimdan to uka-singillarim tug'ilganiga qadar hammasini video tasvirlarga olib yurardilar. Uyimizga kelgan bosqinchilar faqat go'dakligimda olingan video tasvirlar kasetalarini olib ketgan. Mana shunday shubhali voqealar sababli vakuumda katta bo'lishga majbur bo'lganmiz, deydi xonanda.